Changan haydaydigan akalar, kelesi filialidamiz. Sizlarga motorlar to'g'risida ma'lumot bermoqchimiz. Bizda zboriy motorlar bor. Sherzod bey, ko'rib turman, Changan avtomobilining motorini remont qilayotgan ekansiz. Xo'p. Odamlar qanaqa payt zboriy motor qo'ydirgani yaxshi? Shu to'g'risida ozgina ma'lumot bersangiz. Xo'p, qanaqa payt zboriy motor? Zboriy motor qo'yiladigan o'z majburiy sabablari bor. Blokerlar yorilib ketib qoladi. Keyin motori remont qilinayotgandek zapchastlar, расходlar o'zi zboriy motorni puliga borib qoladi. Shunaqa paytlarda yangi motor qo'yib yuboriladi, oke? Lekin maslahat berardim, motorni birinchi o'chirib, o'zini yechib, chochib, tok расходlari, zapchasti necha pul chiqyapti, hamma расходlarni hisoblab, o'zini birinchi remont qilishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki arzonroq tushadi. O'zini remont qildirish. Yana bitta foyda tomoni bor. Kimdirlar uchun motor remont qilish kerak, juda ham срочный bo'lib qoladi. Bir kunda remont qilish kerak bo'lib qoladi. Shunaqa holatlarda bizda zboriy motorlarimiz bor, ko'rishinglar mumkin. Vaqt tomonlama yutish vaziyati kerak bo'ladigan bo'lsa, zboriy motorni bir kunda ustanovka qilib, bemalol haydab ketursangiz ham bo'ladi. Sizlarga zboriy motorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Changan sentrga murojaat qilasizlar. Bizda Changan, Shinray, Dongfeng avtomobillariga zboriy motorlarimiz bor. Bu bo'yicha alohida postlarimiz syomkasi bo'lyapti. Tez orada post ham qo'yamiz.